Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xatna holida tug'ilgan bolalarni yana qayta xatna qilish kerakmi? Ko'pchiligimiz bilamizki, gohida bolalar xatna holida ham tug'iladi. Xatna bu sunnat amallardan bo'lib, islom dinining shiorlaridan biridir. Xatna holida tug'ilgan bolalarni bir qarashda agar bu bola xatna qilingan ekan degan darajada odam xayolga boradigan bo'lsa, uni qayta xatna qilinmaydi. Lekin o'sha go'dakni jinsiy a'zosini bosh qismida biroz teri bo'lsa, o'sha ortiqcha teri bo'lsa, uni kesiladi. Bu haqda Tabiinul Haqoiq kitobida, Kanzud Daqoiq kitobining sharhi Tabiinul Haqoiq kitobida shunday deyiladi: Sabiyun khashafatuhu zohiratun bihaysu law ra'ahu insanun zannahu maqtunan va la yuqta'u jildatu zakarihi illa bitashdidin turika ka shaykhin aslama va qala ahlun nazari la yutiqul khitan. Ya'ni bir bola bo'lsa, uni bir qarashda u xatna qilingan ekan degan xayol keltiradigan bo'lsa, uni xatna qilinmaydi deydilar. Chunki xatna qilish o'sha bolani jinsiy a'zosini bosh qismi ochilib turish uchun qilinadi bu narsa, bu amaliyot. Agar uni o'zi ochiq holda tug'ilgan bo'lsa, demak uni xatna qilishga hojat yo'q. Lekin agar u o'sha bosh qismi teri bilan qoplangan bo'lsa, albatta u xatna qilinadi, u joyi kesib tashlanadi. Allohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.